O'quv qayda bo'lsa, ulug'lik bo'lar. Bilim qayda bo'lsa, buyuklik bo'lar. Yusuf Xosxojib. O'sha hadis beshikdan boshlab bilim egallash bu ota-onani tarbiyasi bilan bog'liq narsa. İnson sabrli bo'lsa, intilsa, albatta shunga erishar ekan. Ota izmi elsa Rumiyni hajga bir duosi Makka qadar onalar. Har bir kasbda o'zining hayot tarzi bor. Hayot tarzi bo'lmasa, u hech qachon kasb egasi bo'la olmaydi. Assalomu alaykum. Biz O'zbek Milliy maqom markazi muzeyidamiz. Ko'rib turibsiz, bu yerda juda ham sozlar ko'p. Bu sozlarni asrlar davomida qancha ustozlar qo'liga olishgan, chalishgan, ko'pchiligiga juda ham chiroyli kuylari bilan o'rtoqlashgan. Bugunchi? Bugun bu sozlarni kimlar chalyapti? Umuman bugungi suhbatimiz soz haqida emas. Bugungi suhbatimiz an'analar haqida. Ustoz va shogirdlik an'analari bugungi kunda qay darajada ekan? Mening bugungi suhbatdoshim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Matrasul Matyaqubov. Matrasul aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni ko'rganimdan xursandman. Mana xursandman sizni ko'rganimdan. Mustaqillikni birinchi yillardan boshlab, taxminan adashmasam shu 2005-yillargacha sahnadan tushmas edingiz. Xorazm lazgisi va uni ketidan Surnay lazgisi albatta chalinadi. Albatta. Va ko'pchilik sizni o'sha chalgan surnaylaringizga qoyil qolardi, qoyil qolmasdan iloji bo'lmas edi. Matrasul aka, bugun nima ish bilan bandsiz? Hozir men Yunus Rajabiy nomidagi Milliy musiqa san'ati institutida professor bo'lib ishlayman. Shu yerda talabalarimga dars beraman. Ustozlarning eng katta vazifasi shundaki, talabalarni chaladigan dasturiga qiziqtirish. Va hali u dasturni chalmadi, hali unda mashq qilmadi, u tomonlama ko'rmadi, lekin shu narsaga qiziqib, shu narsani sevib chalish kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? O'sha asarni tarixini gapirib beraman bolalarga. Ana hozirgi kunda qilayotgan ishim, ana oraliq nazoratda biz kuylarni chaldik. Tasnif, duygoh, tarjih, duygoh, shash maqom va garduni duygoh ikkalasini chaldik. Ana duygoh maqomi qayerdan kelgan? Nima uchun duygoh deb aytiladi? Ularni gapirib turib, tasnif degan narsa mana shunaqa narsa bo'ladi. Bu maqomning ichidagi bor narsani, bor pardani o'zida mujassamlashtirilgan. Asar bo'lganda ham shunaqa asarki, badiiy asar darajasiga chiqish kerak. Ana siz bu yerda tasnif kuyni o'zini chalgan paytingizda butun maqomi duygohni tasavvurini olib kelib berishingiz kerak. Gardun nima? Gardun gardish, aylana. Aylana degani bu yerda birinchi navbatda dunyoni aylanaligi. Dunyo aylanadi, vaqt o'tadi, aylanadi, vaqt o'tadi. Kuyni o'zi ham xuddi shunaqa. Aylanib kelib, aylanib o'tadi. Ana undan keyin Gulbahor va Tanovor. Gulbahor, Tanovor Toshkent Farg'ona yo'li ijrosi nimada ijro qilingan. Bu narsa sho'xi ham ichida, o'rta holi ham ichida. Ana bolalarga shu narsalarni sho'xi nima, o'rta holi nima, nima uchun bu Tanovor? Tanovor nima uchun? Tanovorlar guruhga kirmasdan bunaqa ikkalasi bunaqa qilib chalinadi. Shularni hammasini rivoyatlari bilan gapirgandan keyin chalmoqchi bo'lgan shogird uni oldin birinchi navbatda rivoyatini esiga keltiradi va o'sha obrazga, o'sha holatga kiradi chalish paytida. Shundoq tez o'rganadiki, keyin chalayotgan paytda o'sha obrazni sog'inib, o'sha obrazni ko'z oldiga keltirib chaladi.
Surnay soziga bolalarda bo'lgan munosabat qay darajada hozir bugungi kunda? Bugungi kunda oliygohlarda bizning institutimizda ham shundoq tendensiya paydo bo'ldiki, o'quvchi o'qishni bitirgandan keyin talabani so'rashsin. Ish beruvchi menga shu nimangiz bitiruvchingizni menga bering, menda ishlasin, shu bitiruvchingiz menda ish olib borsin deb so'rashsin deyilgan tendensiya prinsip bilan ishlayapmiz. Endi bunda men o'zi asosiy qo'shnichi yetishtirib chiqarishim kerak. 4 yillik o'quv dasturida qo'shnichi yetishib chiqishi kerak. Surnay asbobi bularga qo'shimcha asbob hisoblanadi. Ana endi men qo'shnayni birinchi yili, ikkinchi yili qo'shnayni chaldirib yaxshi bir qadrini ko'targanidan keyin Surnayga o'tishimni boisi yana 2 yil Surnayda o'qiydi, qo'shnayga qo'shimcha bo'lib. Ko'p qirrali shogird yetishtirish maqsadim. Shuning uchun ham qo'shnay, Surnay bo'laman degan asbobimiz ham bor. Bu davlat imtihon attestatsiyada 3 ta asbobni chalsa diplomiga shuni haq qilib yoziladi. Uchala yo'nalishni ham o'rganib ketsa, menimcha o'ziga ziyoni bo'lmaydi. Yo'q, juda nima gap, yaxshi gap. Biz siz bilan Surnayni chalish qonun qoidasi, qanday notalarga ega, qaysi kuylarga bu soz tushadi yoki tushmaydi haqida emas. Men bugun siz bilan agar siz yo'q demasangiz, shu sohaga bo'lgan munosabat, sohaga bo'lgan hurmat haqida birpas to'xtalsak demoqchi edim. Chunki baribir Matras aka fikrimga qo'shilarsiz. Mana sizga yoki menga yaratganni o'zi shu narsani yuragiga kirg'azadi. Kirg'azadi albatta. Ana endi unga xizmat qilish, undan to'g'ri yo'lda foydalanish, uni suiiste'mol qilmaslik ana endi u siz bilan bizga Albatta. bog'liq narsa. Alisherjon bir narsa esimga tushib ketdi. Bir yaxshi Shinamanda egam doktor degan yaxshi bir inson bor edilar. Haligilar o'tirib bir joyda bir narsadan xafa bo'ldimmi? Hali elning orasida xizmatda yurgan paytimizda, kerakmidi? Men chalmayman Surnay. Shu bo'lmasa ham bo'laveradi deb o'zimcha gapirib yubordim. Haligi egam ota Matrasul dedi. Sen uni hadishga haqqing yo'q dedi. Nimaga haqqim yo'q? Surnay o'zimniki bo'lsam, men o'zimniki bo'lsam, nimaga deb gapirsam, sen o'zingniki emassan, Surnay ham seniki emas dedi. Sen xalqnikisan dedi. Seni ko'yningga yaratgan shu narsani solib qo'yibdi, xalqqa xizmat qil deb dedi. To ko'yningdan olmaguncha sen xizmat qilishga majbursan. Shuning uchun ham o'zingniki emassan dedi. Ana shundan keyin o'ylab haqiqatdan Allohim shuncha narsani qayerdan berdi menga? Nima uchun qancha sunnatchi bor? Nima uchun shularni hammasiga bermadi? Bu vazifa bu, burch bu menga yuklatilgan. Ustozimga olib kelib berishgan paytda bo'yim pastgina bir 120 bo'yim. Olib kelib bergan paytda hali ustozim hech qachon shayr chiqazgan emas ekan. Birinchi shogirdi ham, birinchisi ham men bo'lganman. Zo'r surnaychi. Xo'p, kel deb, mana pufla deb og'zimga qamishni tiqib qo'ydilardan qo'limga suv berdilar. Stakanda suv, qaytarma nafasni o'rganish deb suvni poqillatasiz. Suv qaynab turishi kerak. Lunjingga ishirib puflayver dedi. Pufladim, bir yarim soatlarga borib men undoq boshim aylanib,
devorga suyanib mana shundoq qilib qolibman. Ko'zim ilgan, ko'zim bir tush ko'rdim. Pok kiyimli, birinchi aytyapman bu gapni. Pok kiyimli, oqsoqol, oq sallali bir shunday mo'ysafiy chol ko'rinib, ilohi amin degan ishorani qildi. Gap so'z bo'lgani yo'q. Ko'zimni shundoq ochdimda, usta dedim. Ha dedi. Ko'zimga bir oq kiyimli chol kelib duo qildilar desam. Bo'ldi dedi. Oldinga chiqadigan sunnachi bo'lmaydi endi sana. Xizr buvon duo qildi sana dedi. Tamom dedi. Olib puflachi dedi. Olib pufladim, po'qillab ketaverdi hali. Matyoqub otam olib yorib, meni o'rgatib, sunnayda pardalarni bosadigan darajada bo'lib keldim. Ana birinchi kuyni Abdusharif Otajonov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi ustozimizni bobolari sunnaychi bo'lgan. Bilim yurtini direktori meni chaqirib oladilar-da, boshlab pufla deydi-da, stolni mana shunaqa urib, men puflayman turib. Yelpazalandi degan kuyni o'rgatdilar. Ni deb. Og'zi bilan u aytadi, men chalib ko'rsataman. Konsertga chiqmoqchimiz, birinchi marta bo'yim kichkinagina, kastim shimim yo'q ekan. Oilamiz katta, bittagina odam o'z ishlaydilar. Keyin bo'ldi deb shu konsertga kastim shimlar kiygizib, mana shunaqa qilib chiqardi. Oxiri shu uchilishini bitirib konservatoriyada 3-kursda o'qib yurgan paytda o'sha Matyoqub Ollarov ustozimni qiziga uylandim. Ustozim otam bo'ldilar. Ana endi mana shu ustozlarning duolari, ana shu ustozlarni Alloh orqali ularni sababchi qilib menga yuklanilgan vazifa ana hozirgi kunda ana shogirdlarimga mehr berib, farzandim qatori ko'rib, hammasini ana shu tarbiyalab yetishtirib chiqayotganning boisi shu yerda. Matroslarga baribir hamma sohani o'ziga yarasha murakkabligi ham bor. Albatta. Uni yaxshi bilasiz. Mana qancha sozlar turibdi mana shu yerda. Shu bahona vaziyatdan foydalanib aytmoqchi emas, siz bilan biz hozir ikkalamiz maqom markazini bir juda katta bo'lmasa-da muzeyda o'tiribmiz. Lekin niyat qilamizki, shu muzey baribir kengayadi va yana ham ko'rkamlashadi. Mana shu sozlarimizni har birini chalinishni o'ziga yarasha bir murakkabligi bor. Hech narsa osonlik bilan kechmaydi. Shu yo'sinda bitta narsani to'g'ri aytishimiz kerak-da baribir. Mana shu opera xonandalari bilan puflab cholg'uvchilarni endi siz aybga buyurmaysiz. Palonchini mazasi bo'lmay qopti. Falonchini shu yuragi og'rib qopti degan so'zlarni ko'p eshitganman. Lekin buni tegini qaraydigan bo'lsangiz, u o'sha o'zini ayamasdan shu sozga bo'lgan muhabbatini chalish yoki operachilar sahnaga chiqib juda murakkab partiyalarni ijro qilinishini biladi, juda ham murakkabligini va shu sog'lig'iga ziyon yetkazishini biladi shuni. Lekin shunga xiyonat qilmayapti. Yo'q. Narijonjon, mana bu gapingizga misol Komiljon Otaniyozov 58 yoshida olamdan o'tadi. Otajon Xudo shukrib 50 yoshida olamdan o'tadi. Bunga o'xshagan ko'p misollar bor. Mana bu puflab chalinadigan asbob bilan aytganingizdek qo'shiq aytadigan odam ichidan shu darajada kuchanib chig'inishi kerakki, barcha tomirlar va boshqa narsalar siqilib qoladi. Haligi muskulatura asosiy kuchni ovozga berib, boshqa narsa bilan ishi yo'q. Chunki hali aytganingizdek pardani yetirish kerak. Shullachilar, puflab chalinadigan asbobdagilar, xoreograflar 18 yilda pensiyaga chiqqan. Buni sababi bo'ldi, u chaladiganini chaldi. Ana buni organizmi bilan aytganingizga o'xshab organizm charchaydi. Bir joyi bor. O'sha nafasni agar to'g'ri olib, masalan, aytadigan paytida qornida yarim holda ovqati bo'lgan bo'lishi kerak. Siz tasavvur qiling, xizmatda yurgan odam qachon to'qsan, qachon qorning och deb hech kim so'ramaydi-ku, ayt deydi. Yo chal deydi, boshlab yuborib to'xtat. Hamma vaqt o'qlangan multikka o'xshab tayyor turishingiz qiyin-ku. Ana shunaqa paytda minusga ketaveradi-da.
ana shu narsalari borki, aytganingizdek biladi ahvoli yomon bo'lishini. Biladi, lekin Alloh o'sha vazifani topshirib qo'ydimi? Bajarish kerak. Ha, u jismidan qat'iy nazar mas'uliyatni sezib bajarish shart. Chalish kerak, xizmatni qilish kerak. Xorazm vohasida ijod qilayotgan san'atkorlar juda ham ko'p. Ha, Juda ham ko'p. Hammasi o'z yo'lida. Lekin bitta narsaga men gohida hayron qolamanda, ustoz va shogird an'anasi yillar davomida kelyapti. ha, Lekin buni o'zini ma'lum darajasi bor deb o'ylayman. ha. Gohida shunday holatlarga duch keldimki, mana shu gaplashib turibmiz oramizda, bir yigitga ustoz deyapti, usta deyapti. Hop. Kim ekan bu yerda usta deb bunda qarab qidiramanda, unda topolmayman ustani. Haligi yigit uni qabul qilyapti. Ha. Qanaqasiga men senga ustozman? Hali men o'zim hali shogirdlik darajasida qaysi darajada yuribman-ku demayapti. Ha. Qabul qilyapti o'sha gapini. Shuning uchun bu masala meni ko'p o'ylantiradi-da. Ha. Siz nima deysiz? Qarangda, men ham shu narsaga juda hayron qolib yurdim. Lekin bir gapni eshitib hayron qolmaydigan bo'ldim. Ustozlarimizdan bittasidan so'radim. Qaysi darajadagi odamga ustoz deyish mumkin? Shu mana ko'chadan ketyapsan-ku, Alisherjonning uyi qaysi deb so'rading. Alisherjonning uyi mana shu uy deb ko'rsatsa, o'sha uyni ko'rsatgan odam ham senga ustoz, chunki uyni ko'rsatdi u senga dedi. Ha, demak ustoz deb aytishda chek-chegara yo'q. Aytganingizdek, bir yigit turib, nariginga ustoz degandan keyin davraga bir boshqa odam kelib qolsa, ustoz unga ustoz deyapti-da. Bu yoqdagi shogird hayron qolyapti. Bizni ustozni ham ustozi bor ekan-da, deyapti. Ana shu narsalarni ko'rib hayron qolardim. Uni zarari yo'q aytganim. Bir-birisidan ko'rib mayli ustoz deb hurmat qilishaversin. Masalan, Komiljon Otaniyozov Yunus otani ustoz degan. Jo'raxon otani ustoz degan. Bu vodiy tomondagi ustozlarni aytishgan. Nimani Yusufjon qiziq Shakarjonov aytgan ekanki, san'atni agar bitta mevali daraxtga qiyos qiladigan bo'lsak, o'sha daraxtni birinchi tomiri Xorazm, gavdasi Buxoro. Vodiyga borib shoxalarini chiqazib, yaproqli Toshkentga kelib gullab meva beradi. Bu Yusufjon qiziq Shakarjonovning o'zini gapi emas, uni ota bobolaridan eshitgan gapi deb aytgan. Endi uni nimasi sabablarini surishtiradigan bo'lsangiz, mana aytgandek, ko'p sozlarni haligi ustoz shogirdlarning chiqishi ham shu yoqda, shu Xorazmda shundan. Bola baxshi Abdullayevdan so'rashibdi. Baxshi ota, siz doston aytsangiz hammamiz tushunamiz. Ashullasini ham aytsangiz hammamiz tushunamiz-ku. Hojixon ashulla aytsa biz hech tushunmaymiz-ku. Nima qilaylik desa, "Ha, sen Hojixonni tushunmaysanmi?" debdi. "Yo'q" debdi. "Bo'lmasa sen Hojixonning yoniga borib yurma" debdi. "Sen uni tushuna olmaysan, kelib meni dostonimni eshitaver" debdi. Hojixon shu darajadagi ulug' ashullachi debdi. Shundan aytiladiki, doston bu badihago'ylik. Badihago'ylik uning ichida she'ri ham o'zida, sozi ham o'zida. Lekin nola, soz maqomda. So'z eshitaman desang Baxshiga bor, soz eshitaman desang Hojixonga bor deyilgan. Buni qarang, san'atkor bir-birisiga hurmat qilib aytilgan gapini qarang. Matrasli aka, mana bu Matnazar akaning kitoblari. Buni endi yaxshi bilasiz. Xudoy nazar qilib. Mayli, bu kitob
juda ham katta va keng bo'lmagan taqdirda ham Xorazm san'atkorlarini ozgina bo'lsa ham ta'rif berib ketilgan. ha. Tug'ilgan joyi, yaratgan asarlari, ijro qilgan asarlari, yaxshi ma'lumotlarga duch kelamizda bu yerda. Shu Hojixon Boltayevdan boshlab Rahmatjon Qurbonovgacha. Bu shu kitobda sizni ham chiqishingiz bor. Kechagida men radioda eshitib qoldim. Suvoralarni eshitib qoldim radioda va kim ekanini bilolmay o'tirdim. Oxiri kutib O'rinboy Otajonov ekan. Shunday chiroyli ijro, shunday betakror ijrolar ekan Matroslar aka. Hozir o'yladimki, hozir bu darajada ijro qila olmaydi hech kim. Yo'q. Lekin bu bir tarafdan ham nimaga endi bo'ldimi? Yo'qmi boshqa O'rinboylar? Yo'qmi boshqa Otajonlar? Yo'qmi boshqa Komiljonlar degiz keladi. To'g'ri. Bugungi Xorazm san'atidagi ahvol qay darajada? Alisherjon juda bir yaramga chertadigan savol bo'ldi. Sababi mana ko'p hozir bizning institutimizda ham, mana maqom markazimizda ham shunaqa tortishuvlar bo'lyaptiki, xalq maqom eshitmayapti, maqomni targ'ib qilish qiyin bo'lyapti. Faqat konsertlarda berib, mana Abduqosim akam tirishib yotibdi, violonchel qo'shyapti, boshqalar qo'shyapti xalqqa maqomni singdirish uchun. Lekin ming marta shukrki, Xorazm to'yini boshidan o'tirib bir seyyoq eshitmasak bo'lmaydi deydi. Seyyoq maqomini tani maqomi seyyoq. Ya'ni Saroqbori seyyoqni eshityapti. Xolu xotin hayolidan yeysaru uzoq. Kamoljon otani yazibon boblab aytib qo'ygan, Otajon akam ham yonida turib chalganman, boblab qo'ygan. Xalq hozir eshityapti shuni. Xo'sh, suvoranichi? Suvora maqomni tarkibida bo'lmasa, maqom yo'nalishidagi narsa albatta eshitadi o'tirib. Seyyoqni, dugohni, suvorani bilmagan ashulachini to'yga olib bormaydi Xorazmga. Nima uchun mana vodiyda yoki Toshkentda, boringki Buxoroda, Qashqadaryo, Surxondaryolarda, Samarqandda eshitishadi sal. Eshitishmaydi nimani? Saroqborlarni yoki talqinlarni eshitmaydi. Xorazmda eshityapti, shuni hozir ham eshitadi. Feruzxonni oldiga bitta baxshini olib kelishibdi, cho'loq baxshi ekan. Qo'li, mana bu qo'li yo'q, mana bu qo'liga sim changak qistirib qo'yibdi. Mana bu qo'li bilan nimani chaladi? Dutorni. Feruzxon bir 10 metr nimada masofada o'tirib o'zi gapirmaydi, mana shunda o'tirib mahram aytadi, boshla deydi. Hali baxshi dostonni boshlagan paytda Feruzxon o'zi bilmagan holda stul bilan mashinaqasi yurib baxshini masjidga keladi. Ey badbaxt dedi. Saroyga kel dedi. Yo'q dedi, baxshi aytadi, men kelmayman. Nima uchun dedi? Men xalqning xizmatida yursam yaxshi yuraman dedi. Kun ko'rishing qanaqa dedi. Yoz paytidan to kuzning oxirigacha xalqqa xizmat qilib xalqdan olaman dedi. Qishda dedi, baqqoldan qarz olib turaman dedi. Yozda yana qarzimni uzaman. Shuning uchun men xalqning orasida yurmasam bo'lmaydi dedi. Ana shuning uchun ham aytmoqchimanki, xonga yoqqanini shuncha yaxshiligini bilib turibdi, lekin xalqning xizmatini qilish kerak-da u. Albatta. G'urbatlarni chekdim, sharxi bi dunyo dastingdiyam. Tamomi havnum bo'ldi chun bir dastingdiyam. Budam motamda buldum, bo'lmadim dilshod dastingdiyam. Ama oboduldi, bo'lmadim obod dastingdiyam. Kinalar qayga borsam dovd etar manga dastingdiyam.
Xudoga shukr, Allohim nasibamni shundoq qilganki, Komiljon Otaniyozovdan keyin hamma sozandalarga chaganman. Otajon Xudojikurov, Ortiq Otajonov, Rahmatjon Qurbonov, Farhod Davletov, boshqa hatto Halima Nosirova bilan Sattor aka yarashib kelgan. Abduhoshim akam bir joyda Madrasu sen bilasanmi bu qanotsiz bunaqa uchib yurishingni sababini dedi. Nima sabab ekan deb, yo'q aka o'ylamabman hech desam, sen dedi ustozlarning duosini ko'p olding dedi. Shu ustozlar senga umid devergani uchun yuribsan dedi. Duo kerak bo'lsa taqdirni o'zgartiradi. Albatta, albatta. Shuning uchun qachon shogirdlarni ko'rsam duo qilib, yaxshilik tilab, shunaqa qilaman, maslahatlarimizni beramiz. Aslida 30 yil ijrodan keyin ustoz darajasiga yetilanadi. Ana shuning uchun ham prezidentimiz ta'kidlab gapiryaptilarki, hunar o'rgansin, ustoz topib tutsin, ustoz shogird qiling. Bitkazayotgan paytda nimadir qo'lida bo'ladigan bo'lib ketsin deb aytayaptilar. Ana bizning asosiy ishimizni rivoji ham ishimizni rivojlantirish uchun yo'llanma ham shu. Albatta. Shogirdni hayotga tayyorlab, bir kasbdan bir ozgina non topib yeydigan darajada chiqsin. U yog'i toliga bo'lsa, ustozlarning duosi bilan uni o'sib ketaveradi. Bu ham tarbiya. Ha, Bu ham ilmda, Matras aka, bu ham ilm, bu kichkina ilm emas bu. Ha. Bu katta ilm bu. O'zi san'atni o'zi ilm. to'ppa-to'g'ri. San'at bu shunchaki har kimga beriladigan bir oddiy narsa emas. Sanoiy nafisa deymiz, go'zallik bu axir. Yoshlarimiz bu sohaga qadam bosib kelayotganida hamma ustozlar ham balki ota-onalari ham bolam san'atni noni qattiq toshdan bo'ladi. Buni chidasang harakatingni qil degan paytda ko'psini tasavvuri shundaki, darrov bir 4 ta ashullarni o'rganib olib, to'ylarda qatnashib ketib, ha, bu yog'i zo'r bo'lib ketadi deb bu chiqayotgan, bo'layotgan ashulachilarning o'zi bo'lib ketgani yo'q. Birinchi navbatda bular Allohning nazariga tushgan. Ikkinchi navbatda Allohning nazari bilan birgalikda tinmasdan o'sha kitobini o'qiydi, mashqini qiladi. Kitobini o'qiydi, mashqini qiladi. Hatto dam olishga ham vaqti bo'lmaydigan vaqt bo'lib qoladi. Ana shuni ko'rib turgani o'zi bunga beradi ozgina. Ana shunaqa qilaverib, ana aytgan 30 yilim, o'sha 30 yilda shu darajaga yalatib qo'yib, harakatlantirib, shu darajaga keladi. Shuning uchun yoshlarim, bolalarim, kelajakdagi shogirdlarim bir narsani esdan hech qachon chiqarmangki, nima ish qiladigan bo'lsangiz, hammasini tagida qattiq mehnat yotibdi. Qattiq mehnat endi to'g'ri keladigan bo'lsa, ustozlarning duosi ikkinchisi. Bir narsa odat bo'lib qoldi. Hozirgi vaqtda osonlikcha pul topishga harakat juda tezlashib qoldi. Hech qachon osonlikcha pul topilmaydi bolalarim. Yana bir joyi, osonlikcha topilgan pulni barakasi ham bo'lmaydi. Xalq haqiqiy san'atdan manfaat topsin. Biz niyat qilib qolamiz. Hojixonlar-yu, Komiljonlar-yu, Uzumatlar-ku, otajonlar-ku, rahmatjonlar-ku. Ilohim ko'paysin. San'atimiz albatta bizni juda ham buyuk san'at. Qayerga borsak ham bizni faqat san'atimiz faqat ulug'lanadi. To'g'ri. Sizga katta rahmat. Salomat bo'ling. Vaqtingizni ajratib keldingiz. Sizdan ko'p narsa o'rgandim, men hozir o'tirib ancha-muncha narsalarni eshitdim. Bilmagan narsalarimni bildim. Va siz bilan hali suhbatimiz menimcha ko'p davom etadi hali shekilli. Bu shunday mavzu. Shuning uchun sizga yana bir marta katta rahmat, Matras aka, sizga sog'lik tilayman. Ishlaringizda charchamang. Ko'p kerakli bo'lgan kitoblarni yozib tursangiz, hammamizga kerak bo'ladi. Sog' bo'ling, rahmat. Omon bo'ling. Rahmat.